Ota-onani kim ko'p yig'latadi desa, eng ko'p yig'latuvchilar farzandlar deyilgan. Agar o'sha farzandga ota-ona haqida to'liq ma'lumot berilib, ota-ona kimligi va dunyo va oxiratda ota-onangga muhtoj bo'lishligini tushuntirsin. Agar birorta bola balog'at yoshiga yetgan, bu degani 13, 14, 15 mi, qonunga 18 balog'at yoshi hisoblanadi. Shariatimizda 12, 9, 13, 14, 15 yosh. Xullas aqlini tanigan bola. Agar shu ma'lumotni bering, otasi yo'q bo'lsa, uyda onasiga baqiradimi, gap qaytaradimi, xo'mrayadimi, do'q qiladimi? O ota borligida u muloyim mishuq bo'ladi. Agar shu ma'lumotni bilsa, farzandlar ota-ona ko'chib ketib, ha desa, bo'ldi, uy senga qoldimi, kenja o'g'il, sen qaraysan deb qarab tashlab berdi o'ylaysizmi? Talashadi.